Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun men sizlar bilan ko'rib o'tmoqchi bo'lgan mavzu oilada bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya. Muqaddima. Ushbu konvensiyada ishtirokchi davlatlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomida e'lon qilingan tamoyillarga muvofiq jamiyat barcha a'zolarining o'ziga xos bo'lgan qadr-qimmati, teng va ajralmas huquqlari, yer yuzasida erkinlik, adolat va tinchlikni ta'minlashning asosiy ekanligini e'tirof etganini hisobga olamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqlari nizomida insonning asosiy huquqlariga, inson shaxsining sha'ni va qadr-qimmatiga bo'lgan o'z ishonchlarini tasdiqlaganliklari hamda ijtimoiy taraqqiyot va turmush sharoitlarini yaxshilash borasida ko'maklashishga ahd qilganliklarini e'tiborga olib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro hujjatlarda har bir inson mazkur hujjatlarda ko'rsatib qo'yilgan huquq hamda erkinliklarga irqi, tana rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy yoki boshqa e'tiqodlari, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy ahvoli, tug'ilishi yoki boshqa holatlar bilan bog'liq belgilariga ko'ra har qanday tafovutdan qat'iy nazar ega bo'linishi e'lon qilinganligi va rozilik bildirilganligi e'tirof etiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida bolalar alohida g'amxo'rlik va yordam huquqlariga egadirlar deb e'lon qilganini eslatib, jamiyatning asosiy tashkiloti hisoblanmish oila va tibbiy muhitga uning barcha a'zolari, ayniqsa bolalar o'sib ulg'ayishlari va farovonlikka ega bo'lishlari uchun jamiyat doirasidagi majburiyatlarni o'z zimmasiga to'liq oladigan bo'lishga erishish maqsadida zarur himoya va yordam bilan ta'minlanishi lozim ekanligiga ishonch hosil qilgan holda bolaning shaxsi sog'lom va har qanday tomonlama uyg'unlashgan holda kamoloti uchun u oila g'amxo'rligidan baxt, mehr-muhabbat va ongli tushunish vaziyatida o'sishi zarurligi e'tirof etiladi. Bola jamiyatda mustaqil hayotga to'la tayyorlanishi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomida e'lon qilingan g'oyalar ruhida, ayniqsa tinchlik, qadr-qimmat, sabr-toqat, erkinlik, tenglik va birdamlik ruhida tarbiyalanishi lozimligini hisobga olamiz. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Adliya vazirligi bolalarga mo'ljallangan huquqiy saytni ommaga taqdim etadi. Bola huquqi.uz Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan huquqiy, mantiqiy, ko'ngilochar interaktiv saytdir. Saytning maqsadi yosh avlodning huquqiy bilimini oshirish, bolalarni kichik yoshdanon qonunga hurmat ruhida tarbiyalashdir. Saytda konstitutsiyani o'rganishga doir ilk tushunchalar, kundalik hayotda qo'llashga mo'ljallangan boshlang'ich huquqiy bilimlar berib boriladi. Sayt tili bolalarga tushunarli va yanada qiziqarli bo'lishi uchun Odilbek va Adolatxon obrazlari yaratildi. Sayt mazmunan 2 turdagi auditoriyaga mo'ljallangan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga, ota-onalarga. Saytda bolalarning huquqiy bilimlarini o'zlashtirishga ko'maklashuvchi ko'ngilochar interaktiv o'yinlar, mantiqiy masalalar, testlarga katta e'tibor qaratilgan. Buning uchun maxsus huquqiy o'yinlar bo'limi mavjud. Bolalarni rag'batlantirish maqsadida ularning bilimlari baholanib boriladi. Topshiriqlar reyting tizimida ishlab chiqilgan. Saytda bola o'rganishi va odatlanishi kerak bo'lgan quyidagi sohalarga oid boshlang'ich huquqiy ko'nikmalar hamda ma'lumotlar bolalarga tushunarli tilda taqdim etilgan. Maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, yo'l harakat qoidalari, odob, axloq qoidalari, tabiatni muhofaza qilish bo'yicha elementar tartib qoidalari.
Bola huquqlari siz va farzandingiz uchun huquq manbai. Bolajonlar, Saidga marhamat.